joylar qayerda ish faoliyatinglarni olib borasizlar deb so'rashdi. Hop, shunga aytyapman, manzilimiz uchun o'tib ketaman. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida joylashgan. Hop, bizni seximizga olib boruvchi yo'lni hozir video davomida ko'rsataman. Hozir lokatsiyasi bo'yicha aytaman. Hop, bu Qo'rg'ontepa, Savay, mana bu taraf signal chamya har balo bo'lish. Mana bu taraf больницаga shoshilinchga ketish yo'l. Bu taraf eski garaj tomonga ketish yo'l. Mana bu Botir akani samovori deyishadi. Bu yer mana svetofor bor. Svetofordan o'ng qo'lga kiramiz, to'g'ri ketamiz. Mana ko'rib turishingiz mumkin, svetofordan o'ng qo'lga burilganda to'g'ri kirib ketishimiz mumkin. Hop akalar, mana shu bizni sex. Akalar, ko'rishingiz mumkin. Mana shu bizning sex bo'ladi. Bemalol shu yerga kelib, o'zingizlarga nima kerak bo'lsa, o'zingizlarga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, shu narsani zakaz qilishingiz mumkin. Dastavkalarimiz bor, hamma yo'q. Uskunalarimiz bor. Sizlar prosta chuquringlarni, o'sha kolodez tushadigan chuqurda kavlatib, chiroyli qilib chaqirsanglar, razmeriga qarab aytib olib boramiz. Hop, bundan keyingi videolarni ko'rib, like bosib, iloji boricha sizga manfaatli bo'lmasa, boshqa sherigingizga manfaatli bo'lishi mumkin. O'sha sherigingizga jo'natib qo'ying.